بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين Endi bu basirat meselesinin mühimliği ekanligini to'xtalib o'tdik. Allah subhanahu wa taala insonlarga, ya'ni da'vatchilarga basiratlik bo'lishini tavsiya qilganligini ko'rib o'tdik. Endi basirat qanday shaklda insonni maydonga keladi? Hamma inson basiratlik bo'la oladi? Albatta bo'la olmaydi. Basiratlik bo'lishiningki ba'zi bir omillari bor, ba'zi bir sabablari bor. Endi biz bu amillar, bu sebepler doğrusunda biraz to'xtalib o'tamiz. Allah subhanahu wa taala mundaq deydi: "Vallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun." Allah subhanahu wa taala sizlarni ey insonlar onlaringlarning qo'chqidan chiqadi. Sizlar onlaringlarning qo'chqidan to'lib chiqqan vaqtinglarda hech qanday narsani bilmaydinglar. Allah subhanahu wa taala sizlarga quloqni, ko'zni va yuraklarni berdi. Ko'zlar, quloqlar, ko'zlar va dillarni berdi, qalblarni berdi. Nima uchun? Allah Allah'a şükür, teşekkür etsinler için. Allah subhanahu wa ta'ala'nın bu ayetinden şu narsalar ko'rinib turdi. Birincisi bo'lsa hissi narsalar. Yani Allah subhanahu wa ta'ala bizga hissi ba'zi bir omillarni berdi. Ba'zi bir aletlarni berdi. Bularning birincisi bo'lsa quloqlar, ikkinchisi ko'zlar. Ko'z, quloqda moddiy, ya'ni quloqimizga kelgan narsalarni ko'ralaymiz, eshitalaymiz. Quloqimizningki ovoz elish organi yetgan miqdorda ovoz anglay olamiz. Onundan sirt binasini anglay olmaymiz. Yani ko'z shundoq. Allah subhanahu wa taala ko'zning ko'rinishini ma'lum uzoqlik qadar yaratdi. O uzoqlikdan keyin biz uni ko'rolmaymiz. Yani Allah subhanahu wa taala insonga aqlni berdi. Hammadan muhimi bu aql. Chunki aql quloq bilan eshitmaganni, ko'z bilan ko'rolmaganni aql anglaydi, aql eshitadi. Misal qilib aytadigan bo'lsak, ba'zan vaqtlarda ko'zimizning oldidagi narsalarni ko'rolmaydigan hodisalar yuz beradi. Ko'z ba'zi narsalarni izlab ko'zimizning oldida tursa, uni biroz soat izlab ketgan, aqtirib ketgan zamonlar bo'ladi. Ammo buni ko'z ko'rmaydi. Oxirida, chunki o insonningki aqli ishlamagan. Yana
5-6 adam yoki bir qanchalig'an odam bir yerga kelib o'ltirgan bo'lsa, shularning ichidan ba'zi insonlar ba'zi bir ovozlarni anglagan bo'lsa, ba'zi insonlar o ovozni anglamaslik mumkin. Chunki insonlarning anglash, ko'rish qobiliyatlari bir-biriga o'xshamaydi. Oxirida o insonlarning ichidan ba'zilari anglamaganini anglaydi, ko'rmaganini ko'ralaydi. Bu ko'rish va anglash nereden keladi desa, insonning aqlidan keladi. Aqli ishlagan vaqtida ko'zmi ko'radi, quloqmi anglaydi. Biz ko'z, quloq bu narsalarni bizningki tajriba olatlarimiz deb shunga tashbih qilsak, shuni o'xshasak bo'ladi. Ya'ni bir tadqiqotchi yoki bir narsani tajriba qilib ko'radigan inson, uning qo'lida bir qanchalig'an olatlar, bir qanchalig'an narsa keraklar bo'ladi. Uskunlar bo'lishi mumkin. Shu narsalar bilan bu tekshirib kiradi. Ammo o narsalar ham kifoya qilmaydi. O narsani o'ynatadigan, harakatlantiradigan, ish qiladigan inson bo'lish kerak. Yani bu insan bir makine bo'lsa, makinenin alatları o insanın kulakları, kulağı ve gözüdür. Ana motoru bo'lsa, o insanın kalbi, yüreki. İkincisi bo'lsa, al-ihtida'u bihadi dini muayyen. İnsanınki akıllık, basiratlik buluşu için muayyen bir dini buluş lazım. Biz Müslüman buluşumuz itibarı bilen Müslüman davetçilerge hitap kılıvatımız. Yani Müslüman davetçi özünün dinine bağlılık buluş gerek. Din o insana nispeten hem narseden üstün buluş gerek. Keçisini kündüzünü dinine bağışlayan buluş gerek. O insan dini bilen yetip dini bilen kopuş gerek. Dini bilen yaşap dini bilen ölüş gerek. Kul inna salati ve mahyaya ve mamati ve nusuki lillahi rabbil alamin. Benimki hayat yaşım, ölüşüm, namazım ve bütün amel ibadetlerim Allah için değil. Yani davetçininki bütün hayatı din için buluş gerek. O insan yaşasın o din için yaşaydı, ölsün o din için öldü. Bütün amellerini dinini ölçü kılıp, dinini terazi kılıp yaşaydı o. Aşındak boğa vaxtıda o insanın kalbine Allah subhanahu wa ta'ala basirat ata kılıdı. Ama başka narsalarını birinci orunda tutup dinini ikinci planga atqa vaxtıda Allah subhanahu wa ta'ala o insana basirat vermeydi. Şunun için Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın sahabeleri de şundak vaziyet meydan kelgandikin Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın sahabelerinin hemmesi şundak basiratlik, akıllık, tecrübelik insanlar bo'lgan. Ma'rifatlik insanlar bo'lgan. Çünkü din ularning asası mülki edi. Dindan boshqa narsa ular uchun ahamiyatsiz edi. Agar da'vatchi bu dinini birinchi o'rinda tutsa, maqom va yoki shuhrat va yoki pul, mal bularni unutsa, Allah subhanahu wa ta'alaning dinini birinchi o'rinda tutsa, ondan keyin bu inson da basirat va yoki ichki ko'z maydoniga keladi. Yani iman, yani din degenimizden insanın imanının qanchalik güçlük bo'lishini ibaret. İmanlık bo'lgan insan da bir xil basirat maydoniga keladi. Ya insanın imanı bo'lsa, insandaki bir şöyle veya ki bir çırak desek bo'ladi. O çırak o insanın kalbini yurtudu.
içki gözünü aydınlatıdı. Allah subhanahu ve teala dedi ki ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ O kitap olsa, yani Kur'an-ı Kerim olsa, onun da hiç kandak şüphe, şek yoktur. Ve bu Kur'an muttakilağa hidayetteydi. Yani közünden körüdüğün, aklını işletidiğin ve vaziyetleri tutunup Allah subhanahu ve teala'ga sığınıdığın, Allah subhanahu ve teala'ga iltica kılıdığın insanlarga, Allah subhanahu ve teala'dan başka hiç kandak narsiga könülçmeydiğin, Allah subhanahu ve teala bilen yaşap, Allah subhanahu ve teala bilen ölüdüğün mandak insanlarga Kur'an-ı Kerim hidayetteydi. Takva degen bu. Allah subhanahu ve teala insanga bergen vazifesini tunup şu vazifesini ada kılgan insan o basiretlik bulur. Şunun için insanda iman boğa vaktida, dinga mensup boğa vaktida, dinni en mühim kuralı kılgan vaktida o insanga basiret ata kılınır. Allah subhanahu ve teala yine başka bir ayetinde nurun ala nur yahdillahu li nurihi men yasha dedi. O nur üstüge nurdur ki Allah subhanahu ve teala özünün nuruga halıgan kişine hidayet kılıdı dedi. Ve de halıgan kişi degen sözden birinci iki xil ma'na çıkıdı. Birincisi olsa Allah subhanahu ve teala halıgan kişiye, Allah subhanahu ve teala irade kılgan kişiye Allah subhanahu ve teala özünün nurunu ata kılıdı. İkincisi olsa insan irade insanların içinden bu Allah subhanahu ve teala'nın nurunu irade kılganlığa Allah subhanahu ve teala nur ata kıldı dedi. İnsan halımısa, insanda irade bulmasa, bəsən yeymen, tepsen ölümen, dep monda yaşaydıgan bolsa, Allah subhanahu ve teala o insanga nur ata kılmaydı. Basiret ata kılmaydı. Allah subhanahu ve teala onun için insanlarını iradelik buluşka, Allah subhanahu ve teala'nın hidayetini tileşke, Allah subhanahu ve teala'nın ki nimetini tileşke, Allah subhanahu ve teala'nın ki nimetlerinin behremen buluş kavindeydi. Şunun için basiretlik buluşu için o insanda Allah subhanahu ve teala'nın nurunu, Allah subhanahu ve teala'nın nimetini irade kılış buluş gerek. Her zaman davetçi basiretlik buluşu için Allah subhanahu ve teala'ya iltica kılışı, Allah subhanahu ve teala'ya dua kılış gerek. Kaçanlarken o insan Allah subhanahu ve teala'dan ayrılsa veya ki Allah subhanahu ve teala'dan uzak olsa o insanın kalbine veya ki kalbini kar basıdı. Kalbini gaşlik kaplaydı. Kasvet meydanı kılıdı. Ve o insanda basiret acizleşiyordu ve davet vazifesinden ayrılıp kıldı. Şunun için insan basiretlik buluşu için aldı olan Allah imanı buluş gerek. Dinga mensup buluş gerek. Allah subhanahu ve teala bilen ölüşü, yaşışı hem narsini Allah subhanahu ve teala'nın dinini ölçü kılış gerek. Üçüncü amil bolsa hayati tecrübeler. İnsan dünyaya kelgen vaqtida ma'lumatlik meydana kelmaydi. Ma'rifatlik meydana kelmaydi. İnsan dünyaya kelib aldı bilan anasının emcikini imişni. Onundan keyin
g'izolanishni, ondan keyin emeklashni, ondan keyin o'ltirishni, ondan keyin minishni o'rganadi. Bu tajribalar. Shunga o'xshash da'vatchimi hayoti tajribadan bahramand bo'lsa, o insonningki basirati kuchaydi. Shuning uchun Alloh subhanahu payg'ambar alayhisolatu vasallam mundaq degan: "Al-mu'minu la yuldagu min jahrin abadan." Ya'ni mu'min inson bir hodisaga uchragan bo'lsa, bir falokatga uchragan bo'lsa, va yoki bir xatolik uchragan bo'lsa, ikkinchi xatolikni o'qishni ikkinchi qatam qilmaydi. Va yoki o falokatga ikkinchi qatam duchor bo'lmaydi deydi. Ya'ni bundan chiqadiki, mu'min bo'lgan inson o'zining hayotidan dars chiqaradi. O'zining hayotini tajriba sohasiga aylantiradi. Tajriba maydoniga aylantiradi. O'zining hayotini behuda o'tkazib o'tmaydi. Al-mu'minu la yuldagu min juhrin maratayn. Degan bu hadisga asosan, ya'ni mu'min o'zining tajribasini ishga soladi. Da'vatchi inson oldidagi, ya'ni da'vat qilmoqchi bo'lgan insonni bilish uchun o'zining hayotiy tajribasini ishga solish kerak. Qaysi insonning achchig'i yomon, qaysi inson sabrlik, qaysi inson jasoratlik, qaysi inson nimani bakroq tez qabul qiladi. Bularni bilishda o inson o'zining hayoti tajribasini ishga solish kerak. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo insonlarni hayotda yashashga undaydi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam burunqi ahli kitoblardan dunyo hayotidan bezor bo'lib, va yoki dunyo hayotini tashlab birer chirkovga yoki birer o'nkirga va yoki birer g'arg'a kirib olib yashashni to'g'ri emas ekanligini buni so'zlagan. Musulmon insonninki butun hayotda bo'lishini, hamma maydonda bo'lishini, musulmon insonninki qo'lidan boshqa insonlar, normal insonlar qila oladigan ishlarning hammasi keladiganligini buni ko'rsatgan. İnsanның tecrübeleri bir-biriga o'xshamaydi. Yurt ko'rgan, makon ko'rgan, ko'p yerlarni aylangan insonningki tajribasi bilan bir yerdan o'ltagan, bir yerdan tug'an, bir yerdan yashagan insonning tajribasi bir-biriga o'xshamaydi. Va yoki ko'p kitob o'qigan, bilgan bo'lsa-mu takrar o'qigan inson bilan "Ama men buni bilmayman-ku" deb o'qimaslikni o'ziga prinsip qilib olgan bu inson bilan ikkisini o'rtasidagi tajriba bir-biriga o'xshamaydi. Sosyal inson bilan sosyal bo'lmagan insonning tajribasi bir-biriga o'xshamaydi. Cemaatlar bilan cemaatga aralashgan, cemaat bilan birga bo'lgan, musulmonlar guruhining ichida yashab o'tgan inson bilan cemaat bilan karasi bo'lmagan, o'zi yolg'iz yashab o'tib ketgan insonning tajribasi bir-biriga o'xshamaydi. Onun uchun da'vatchi inson boshqa insonlarning hayotini o'xshash yashashi kerak. Har maydonda o'zini isbotlashi kerak. Her sahada özünü ko'rsatishi kerak, tecrübe edish kerak, insonlarningki vaziyetini, tabiatini bilish kerak. Zamanımızda, hozirgi zamanımızda dünya hayotidan va yoki dünya vaziyetidan xabari yo'q insonlar da'vatchilab o'tirib chiqadi. Shuning bilan bu qilgan da'vati cheklik ta'sirga ega bo'ladi. Dünya vaziyetini tushunsa,
o insanın daveti şu düşünceye asasen bulundu. Dünyamızda, hazırki dünyamızda kim güçlük, kim aciz, qaysi milletinin kandak psikolojisi var, qaysi milletinki kandak tabiati var, qaysi insanın kandak yaşaydıganlığı, bularını hemmini bilse, o insan şunun qarta gap söz kılıdı. Bizning hazırki vatanimizde insanların sayahat hürriyeti bulmaganlığı için insanlar bir yerden yaşap, ha mana şu dünya moşu oxşaydı degenge oxşaş, şundaq kiçikkina bir yerning vaziyetini bütün dünyaga tenişqa ornadı. Ondan keyin başka dünyadan şundaqla bir narsa gelse, onu derhallam qabul qilib, onun aldı aqısını tekşirip köməsindən onu başqalarga tatbiqlaş qurundu. Bu da'vat uslubu emas. Da'vat egesi bo'lsa, dünyani mümkün kadar aylanishi, insanlarni ko'rishi, vaziyatdan xabardor bo'lish kerak. Odatdagi normalda aytsak, xabar ko'radigan, dunyo xabarlarini o'tkazib o'tmaydigan, shuning bilan birga yashaydigan inson bilan dunyo xabarlarining qarshi yo'q. Dunyoda nima bilan o'tib nima bo'layotganligidan bundan xabarsiz bo'lgan bir insonning da'vatini o'tirda osmon zamin farqi bor. Shuning uchun da'vatchi vaziyatini yaxshi tushunsa, undan keyin o insonningki basirati ichki kurash a'zosi kuchli bo'ladi. Qarindoshlar, vaqtimiz tugab qolgan o'xshaydi. İnşallah bu basiratlik bo'lish va yoki basiratning kuchayishi uchun bo'lgan omillar tugamadi. Biz 3 ni deb o'tdik. İnşallah kelaki programda nurg'unlagan omillar, nurg'unlagan sabablar bor bu basiratning kuchayishi uchun. İnşallah kelaki programlarda bularni so'zlab o'tamiz. Bugunlik mushag'ichi bo'lsin. Anlab, ko'rib o'ltan qarindoshlarimizning hayotining utuqliq, baxtlik bo'lishini, hammamizni Alloh subhanahu va taolo hidoyati bilan ne'matlantirishini tilayman. Hammamizningki oila taboatlari, ro'tuqqanlarininki baxtlik yashashi, oxirat hayotini qozonishini Alloh subhanahu va taolodan tilayman. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا هذا القرآن هو الهادي